Okajon 75 ming pulingiz bormi? Srochno aloqaga chiqing menga. 4 xona, 5 xona kvartirani puliga Mirabatskiy rayon kelganmiz. 3 etajli townhouse-imizni bitta dona sotuvda qolgan. 150 kvadrat. Oquy Faiz rezidensiyasi, zakritый городок. Bunaqa uyni qidirib ham topamiz. Uyimizning tan narxi $150,000, $75,000. 2 yil davomida qolgan summani 5% uzvorsangiz bo'ladi. Tayyor mebel texnikasi bilan shunday kirib yashaydi. Mahallani ko'rsangiz bo'ladi. Uyimiz oldidan bunaqa suv ham o'tgan. Yo'q, aeroport. Uyimiz 3 etaj. Eshik tagida bitta mashina qo'ygani joy. Ichkarida garaj. Amerikanskiy stilda qurilgan. Ichkari kirib kelganimizda mashina qo'ygan joy, ahamiyat bermaysizlar, buni narsalarni olib chiqib tashlashadi. Xo'p. Uyimiz endi remonti bitgan. Gostivoy sanuzol. Oshxona. Полный navor, hamma narsa yangi qo'yilgan. Ikkinchi etajimizda shunda kirib kelganlar, unaqa zal, balkoni bilan. Общий sanuzol. Yana bitta spalni. 3-etajga chiqqanimizda unaqa spalni tayyor. Shunda kirib yashaydigan hamma uskunalar bor. Общий sanuzol. Yo'q, bitta родительский spalni. Uydan bunday chiqib qarasanglar, aeroport shunday ko'rinib turadi. Samolyotlar uchib qo'ymoqda. Bunaqa manzarani qidirib ham topolmaysizlar. Mahallani ko'rsanglar bo'ladi. Oldi, uy oldi, unaqa kottejlar ham tushgan, amerikanskiy stilda. Yaxshi mahalla. Bu yoqqa shunday chiqsanglar, Fayzobod Gay o'ng qo'limizda. Bu yoqdan Ressimosga chiqib ketasizlar.